Doktor, dadam tuzaydan. Qoching, dadamni ko'raman. Sabr qiling, hozir bu yerga kirish mumkin emas. Ozgina sabr qilasiz, xo'p? Doktor, iltimos sening kar ko'rib tursin. Buni ham topib qochib qolish mumkin. Iltimos doktor. Shuna kirib ko'radi qaytadi. Doktor, iltimos. Dada, ko'zingizni oching. Qarang. Sizni yaxshi ko'rganimdan sizga atab she'r yozdim. Bir marta eshitib ko'ring. Ko'zingizni oching. Ko'zlarimdan to'xtamasdi yosh, qalbimdagi so'nar bu quyosh. Ko'taraman mag'rur qanday bosh. Dada, ketmang, yonimda qoling. Siz ketsangiz armon bu dunyo. Ko'zlarimga qorong'u go'yo, jonim fido qilayinmi yo? Dada, ketmang, yonimda qoling. Mayli ko'p nasihat so'ling. Eshitarman qalbim ila xo'p. Mayli keling, jonimni oling. Faqat ketmang, yonimda qoling. Senam doktor chiqsin deyapti. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketarlar senam. Ozgina o'tiray, iltimos. Ota-onani farzandga aytgan eng ko'p so'zi bolam nima yeysan, nima olib beray bo'lar ekan. Lekin biz farzandlarni ota-onaga aytgan eng kam so'zimiz ham onajon, dadajon nima yeysiz, nima olib beray bo'lar ekan. Sen qachon oxirgi marta dadamga dadajon nima yeysiz, nima ovqat qilib beray degansan? Biz dadamni ehtiyot qilmadik. Akajon, endi va'da beraman. Dadam tuzalib chiqsalar har kuni dadajon nima ovqat yeysiz, qanaqa ovqat qilib beray deb so'rayman. Faqat tuzalsalar bo'ldi. Doktor, sizga rahmat. Yaxshi bo'lib qoladilar dadam. Xudo xolasa yaxshi bo'lib qoladilar. Endi bundan buyog'iga faqat otamiz uchun mehr kerak, e'tibor kerak. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida sehri bor dadam. Kamtargina xokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman.